Iman bizga farqi bor. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, tinchmisiz, omonmisiz? Bugun Jean-Dominique Bauby haqida bir hikoya aytib bermoqchiman va aminmanki bu juda ko'pchiligimiz uchun saboq bo'ladigan bir hikoya. Men o'zim bu hikoyani eshitganimda ichimdan go'yo yangidan tug'ilganday yoki bilmadim qiladigan ishlarimga, hayotimga, atrofimga boshqacha bir nuqtai nazardan, nigoh bilan qarashga majbur bo'lganman. Bauby qahramonimizni shunday deb ataylik. Bir tong uyg'onadi. Tanasi, qo'llar, oyoqlar, tillar, lablar go'yoki isyon qilgan. Faqat chap ko'zi, ya'ni chap ko'zining qovoqlari unga nima qiladi? Itoat qiladi. Qolgan biror a'zosi unga itoat qilmaydi. Aksar insonlar bunday holatga duch kelishganlarida tugadim deydi-yu. Tugaydi. Tamam, men bitdim deydi. Qaysidir ma'noda haq ham aslida. Kim nima deyishi mumkin? Masalan, bo'ldi, men tugadim. Biror a'zom ishlamaydi, faqat chap qovoqlarim ishlaydi. Hamma narsamni yo'qotdim go'yoki. Hamma narsangni yo'qotsang ham yashashda davom et deyishadimi? Nima deyishadi? Ammo bugungi qahramonimiz taslim bo'lmadi. Va dunyoning eng qiyin ishlaridan birini qilishni istadi. Bir qaror berdi. Kitob yozish qarori. Bir muharrir jalb qildi. U muharrir nima qiladi desiz, har kuni harflarni o'qiydi. A, B, V, G, D deb. Bauby bo'lsa, u o'qiyotgan paytda kerakli harf kelganda o'sha ishlayotgan qovog'ini, chap qovog'ini pirpiratadi. Ya'ni A harfi kerak bo'lsa, A'ni o'qiganda pirpiratadi. D harfi kerak bo'lsa, butun alfabetni o'qiyotganda D'ga kelganda qovog'ini bir yopib ochadi. Bir harf. So'ngra yana ikkinchi harf uchun yana boshqatdan alfabet sanalishni boshlaydi. A, B, V, G, D navbatdagi harf kelganda yana qovoqlarini ishlatadi. Va har kuni 6 soat bu jarayon davom etadi. 6 soat davom etgan bu jarayon natijasida yarim sahifalik bir matn paydo bo'ladi. Telbalik. Shunday deb o'ylash mumkin, balki. Ammo o'sha telbalik bir kitobni dunyoga keltirdi. Bu kitobning nomi Skafandr va kapalak. Skafandr go'yoki uning bir tanasi, og'ir, harakatsiz dengiz tubiga go'yoki bog'lab qo'yilgandek, mixlab qo'yilgandek. Kapalak bo'lsa, uning zehni yengil, hur, devorlarsiz. Biz masalan bugun shikoyatlar qilamiz. Vaqtim yo'q, imkonim yo'q, sharoitim to'g'ri kelmaydi. Ikki qo'lim bor, ikki oyog'im bor, tilim aylanadi. Bu barmoqlar tugmalarni bosa oladi, tuta oladi, boshqa qila oladi, lekin sharoit yo'q.
Bobbining bo'lsa bittagina ko'z qovog'i bor. Va u bir kitob yozdi. Menda hamma narsa bor. Men nima yozdim? Siz ayblamoqchi emasmiz, ya'ni ayblash ohangida gapirmayapmiz. Bir savol olarak, o'zimizga berishimiz kerak bo'lgan bir savol olarak aytyapman. Masalan, o'zimdan so'rayapman, sizdan so'rayapman. Har kuni so'rayapman, siz ham har kuni so'rang. Chunki masala imkonda emas, irodada. Viktor Frankl natsistlar konslageridan omon chiqqan bir psixiatr. U shunday degan: insonning qo'lidan hamma narsani olishingiz mumkin. Faqat bitta narsadan tashqari. Berilgan shart sharoitlarga nisbatan o'z munosabatini tanlash erkinligi. Uni har qanday sharoitga mubtalo qilish mumkin, tushirish mumkin bir insonni, ammo deyapti, u insondan u sharoitga nisbatan ichida bir munosabat shakllantirishini o'zgartira olmaysiz deyapti. Bu erkinlikni undan olib bo'lmaydi deyapti. Va qahramonimiz Bobbining hayoti bu fikrni isbotlaydi. Harfma-harf, harfma-harf. Har kuni harfma-harf, harfma-harf ko'zini pirpirata bu fikrni nima qildi? Isbotladi. Dediki, go'yo erkinlik tashqarida emas. Tashqarida nima bor? Tashqarida shart-sharoitlar bor. Erkinlik qayerda? Erkinlik ichkarida. U yerda unga hech kim nima qila olmaydi? Tega olmaydi. U yerga hech kim zanjir, kishan ura olmaydi. Bobbi qahramonimiz kitobini tugatgandan 2 kun o'tib vafot etadi. 2 kun. Go'yo uning tanasi kutib turgandek. Go'yo ruhi tamom. Endi ketishim mumkin. Ishimni bajardim. Uddaladim degandek. Aytadiganini aytdi, yozadiganini yozdi va ichkaridagi kapalak nihoyat uchdi. Ertaga hamma narsamizni yo'qotamiz balki demaydi, aniq. U yo'qotadigan narsalarimiz qo'llarni yo'qotamiz. Kim qo'lini yo'qotmaydi? Hammamiz oyoqlarni, bu ovozni, uni buni. Ortda nima qoladi? Ortda nima qoladi? Ana o'sha qolgan narsa bizning aslimizdir. Undan boshqa hammasi bir omonatdir. Men Skafandr va kapalak kitobini o'qiganman. U yerda Bobbining go'yo kundaliklariday yozilgan hikoyalar bor. Va hayot bilan to'la hikoyalar. Insonni yashagisi keladi. Hayotda hech diqqat qilmaydigan narsalarimiz naqadar muhim va muhtasham narsalar ekanligini bir qadar anglagandek bo'lamiz. Bilmadim, bu asar o'zbek tiliga tarjima qilindimi, qilinmadimi, bundan xabarim yo'q. Ammo inshaalloh siz uni o'qiysiz
tarjima qilinmagan bo'lsa tarjima qilishadi. Balki qilishgandir. O'qing. Va bir lahza shuni o'ylang. Hamma narsa mendan ketganda nima qoladi? Va ana o'sha qolgan narsa menman. Qolgan hammasi omonatdir. Assalomu alaykum, aziz boshingiz omon, yo'llaringiz ravon, yaratganing doimo panohida bo'ling. Omon bo'ling. Iman, islom moliyasi asosida daromad oling.